Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydolari. Bugun yana bitta gulimizni persatga qilib olamiz. Bu imperator gulimiz. Buni ham bugun ayni tuvagini, tuprog'ini yangilab va yonidan chiqqan qo'shimcha detkalarini bo'lib ko'paytirib olamiz. Bu gulimiz haqida ham to'liq hali ma'lumotini, parvarishi haqida alohida video qilib sizlarga yetkazib beraman. Hozir bugun persatka ishlarini olib boramiz. Mana yonidan chiqqan. Xo'p, bu yerda hozir 4 bo'lak gulimiz bor. Agar tuvaklarga alohida olayotgan bo'lsak, 4 ta tuvak ekiladi. Bu gulimiz ko'payishi o'sha yonidan, shu holatda ko'payib ketaveradi. Yonidan detkalar qo'shimcha chiqazib ko'payib boraveradi va bo'lib eksangiz bo'ladi ko'paytirib. Hozir buni ko'paytirish uchun biz tuvak tanlab oldik. Mana o'ziga mos bo'lgan nimadan tanlab oldik garshigimizdan. Endi bunga drenaj, albatta hamma gullarga men pinoplast bo'lakchalaridan foydalanaman. Tagi yopilish kerak. Tagi yopilish holatigacha solamiz. Endi bunga oz miqdorda tuproq solamiz. Buni tuprog'i kokosovый tori, perlit, oz miqdorda vermikulit va osmokot aralashgan. O'zi ekib olamiz endi. Gulimizni ayirib olamiz tuvagidan. Ayirib oldik. Endi bularni asta-sekin ildiziga zarar yetmagan holda bo'lib olamiz. Mana shunaqa qilib. Ildizlari yaxshi, yanada yonidan ko'pgala detkalari chiqyapti ekan. Mana hozir mana ekib olamiz bularni. Mana o'zi shundoqqina ayrilib oldi. Tuprog'i yengil tuproq, faqatgina kokosovый torifni o'ziga eksangiz ana shunaqa yengil tuproq bo'ladi va o'sishi yaxshi bo'ladi. Ortiqcha barglarini olib tashlaymiz va bu garshigimizga, gul tuvagimizga o'tkazib olamiz. Ildizlari yaxshi. Mana bular yana detkalari. Shunaqa bo'lib chiqib ko'payib kelaveradi bular. Tuvak tagidan yuzaga urib, yuzada shunaqa yam-yashil bargli bo'lib chiqadi. Bunga qo'yaveramiz hozir karnavin sepib yuboramiz. Sababi ildizi yaxshi yoyilishi uchun, ildiz rivojlanishi uchun albatta karnavindan foydalaning. Yetadi. Endi tuproq solamiz. Buni ustidan sug'orasiz. Suvni yaxshi ko'radigan gul. Ekib oldik gulimizni. Endi buni sug'orib 20 gradusli iliqroq bo'lgan xonaga qo'yamiz. Mana ekib oldik gulimizni. Shu holatda ekib chiqamiz. Shu holatda hozir 4 ta gul tuvaklarga joylashtirib olamiz. Yonidan ko'paysa, Xudo xolasa kelasi yilga yana bo'lib boshqa tuvaklarga olib ekamiz buni ko'paytirib. Hurmatli gul shaydolari, mana ekib oldik gullarimizda. 4 tuvak chiqdi. Bitta tuvakka ekilgan gulimizdan inshaalloh mana 4 ta gul berdi detkasi yonidan. Bu oson ko'payadigan gul.
Buni parvarish qilish ham oson. Hamma op parvarish qilsa bo'ladi. Bu asosan manzara gul. Ana shunaqa barglari qalin, yaltirab turadigan, katta bo'lib o'sib ketadigan manzarali gul hisoblanadi. Bu gulimiz imperator gulimiz. Uni parvarishi haqida ham hali sizlarga to'liq ma'lumot yetkazib beraman. Hurmatli gul shaydolari, eslaringizda bo'lsin, har qanday gul ekilganda sarg'ayish bo'ladi bargida. Mana bu holatda. Bu tabiiy holat. Chunki gulingiz ildizi ochildi, boshqa tuproq, yangi tuproqqa o'tqazdingiz, u tuproqqa moslashguncha ham barglarini sarg'aytiradi. Bundan umuman xavotir olmang. Siz bunaqa vaziyatda epindan foydalaning. Epindan barglariga sprey qilsangiz, nimadan stressdan chiqazasiz. Gullarda tuvagi, tuprog'i yangilanganda tabiiy holat stress olishi. Stressdan chiqqandan keyin yana o'z holiga qaytib ketadi. Sirkonni ildiziga ham, bargiga ham ishlatsangiz bo'ladi. Epin dorisini faqatgina barglariga sprey qilasiz. Ikkalasi ham effekti juda yaxshi. Stressga qarshi tuvak yangilangandan keyin albatta shu dorilardan ishlatib qo'ysangiz, gulingiz tezda o'zini tutib olishiga yordam berasiz. Mana hozir gullarimiz juda ham ajoyib turibdi. Ekib olganimizdan keyin bu ko'rinib turgan dorilar asmakot. Asmakot tuprog'iga aralashtirdim. Video davomida ham ko'rsatib o'tganman. Asmakot hozir sotuvda bor. Agar kim foydalanmoqchi bo'lsa, Telegram gruppamizdan aloqaga chiqsangizlar, sizlarga ham bu o'g'itimizdan yetkazib beramiz. Eng yaxshi o'g'itlardan bittasi bu. Tuprog'iga aralashtirib ekasiz. Ustidan ham solsangiz bo'ladi. Ustidan solsangiz tuprog'ini ozroq ko'ylashtirib qo'yish kerak bo'ladi. Hurmatli gul shaydolari, Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yingizlar. Kimga qanaqa gul urug'lari kerak, qanaqa gul piyaz kartoshkalari kerak, bizga yozib qoldirsangiz yetkazib beramiz. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog' omon bo'lingizlar.